Mercedes-Benz G63 AMG 2025-yil V8 biturbo. Holati juda zo'r. Mashina yangi, ideal. Bu mashina ham auksionga chiqqan. İnşallah cuma kuni o'ynaladi. Holati juda yaxshi. Zavodskoy diskalarida turibdi o'zini. Mana amortizatorlari. Mashinamiz yengil avariya bo'lgan, shu oldi tomondan faqat. Общий расходlari где-то bir 3-4 ming dollar bo'ladi tuzatishlari bilan. Ichki qismini ko'rsatamiz hozir. Tomon yopiq ekan. Airbag faqat shu yerni ortgan ekan, bu tomon. Qolgan joylari tiniq turibdi. Mana ichki qismi. Tepalari Alcantara, Look. Hozir odamlar kelyapti auksionga. Birozdan keyin boshlanadi, yarim soatdan keyin.